o'zi Xudodan 10 yil deganda tilab olgan bolam edi, o'g'lim 9 yoshda edi. Qizlarim bor, shunisiga shukr, behisob shukr. Ikkita qizimni uzatdim dedim. Yana bitta qizim qolgan, Xudo xolasa uzataman. Shundan ayrilib qoldim. Juda ham qiynaldim. Menga juda qiyin bo'ldi. Masalan, umid qilib bir narsaga umid qilasiz-da, katta bo'lsa mana shunday bo'ladi. Yo'q bo'lib qoldi u. Lekin hech kimga aytmadim. Ha, Xudoning irodasi, mayli, joy jannatda bo'lsin. Keyin ko'nikib ham ketdim, lekin oilamga qiyin bo'lyapti xotinim. Chunki u qiynalib katta qilgan bolasi edi. Mana shu kelganlaringizda shunday osmonlarda uchdim.